Endi bolalar bizda boshqasi bor, part 2. Part 2 da nima qilinadi? Part 2 da qaranglar. Bizda mana turli xil statementlar berilgan. Masalan, A dan J gacha va bu yerda turli xil situatsiyalar bor mana. 11 dan necha? 14 gacha. Endi qaranglar, bunda nima qilinadi? Bunda qarang. Question based ketiladi. Question based. Question based nima degani? Qarang. Birinchi read qarang numbered options. Then look at alphabetical statements. Qaranglar, bunday narsa. Mana raqamli optionlar mana ular. Savollarda bular. Mana 7, 8, 9, 10 ketgan. Keyin bu yerda harfli statementlar bormi? Mana ular variantlar bular. Alphabetic options deydi. Numbered bular questions bo'lsin. Questions. Mana ular alphabetical options. Mana sizlarda reading haligi comprehension bilan birga bolalar skill bo'lish kerak. Skill degani bu masalan o'sha mahorat. Qo'pol aytganda testda nima kutishni bilish kerakda. Masalan, manaqa test tushib bo'lsa, nima qilishni bilinglar birinchi. Ba'zilar bor. Vobshe ham haligini tushunmayman-da. You need to learn the language for your job deyaptim. Til o'rganasan deydim. 7 ni o'qib chiqadi til bo'lmagan. 8 o'qib chiqadi, 9 ham o'qib chiqaveradi. Qaytib keyin B'ni qarashni boshlaydi. Sal toshib keladi, teskarisini qilish kerak. Birinchi mana 7 ni ko'rib olasizlar. Shart qaytib kelib turib, aytdim variantlarga qaranglar, qaysi biriga 3 hisob ketiladi. Tushunarli? Keyin 8 ni ko'riladi. Ha, shunaqalar bor ekan. Bitta qaytiladi, keyin mana uni ko'rib javob topib ketiladi. Birinchi lekin mana ular bir qator o'qib olish kerak. Tushunapsizlar? Endi qarang. So, just a second. So, here we go. Mayli, bunday qo'ying. Qaranglar, birinchisi. You need to learn the language for your job. Siz ishingiz uchun nima qilishingiz kerak? Til o'rganishingiz kerak. Okay. We understood that. Kings, you would like to continue your studies in another country. Siz boshqa mamlakatda davom ettirish xohlashingiz mumkin. Buni kalit joyi qaysi hozir bo'la shuni? Qarang, birinchisi language bo'lish kerak edi. Ikkinchisida boshqa mamlakatda nima qilib davom ettirish kerak, okay? You want to learn the language. Qarang, bu ham til bor. And do interesting things in your free time. Qiziqarli narsalarni qilishingiz kerak. Qarang, A dan C ni farqi qiziqarli narsa ham bor desada. Tushunapsizlar? You want to learn the language in London. Endi qarang, bu ham til o'rganadi, prosta qayerda? London. You want to have a higher education in England. Higher education degani universitet nazarda tutiladi. Angliyada higher education bo'lishi kerak. Okay, tushundik. You want to learn the language next summer. Kelasi yozda o'rganasan tilni. Endi qarang, bu til o'rganyapti, lekin kelasi yozda. Birinchisida for your job bor degani e'tibor bering. Ish uchun o'rganish kerak. Keyingisi, you need a free place. Qarang, free. Tekin joy kerak o'qiyotgan paytingda. Okay, tushundik. You like to learn more than one language. Qarang, endi bu yerda til o'rganadi, prosta qanaqa? Bittadan ko'proq o'rganish. Okay? You need to take an exam. Qarang, imtihon topshirasan, finishing the course. Kurs tugatayotgan paytingda. Okay? Exam bor bu yerda. Keyingisi. You want to meet people from local companies during the course. Mahalliy kompaniyalarni odamlar uchratish kerak. Endi hozir bolalar gaplashmaymiz, aytmaymizda. Shuni mana bu 7 bilan 11 ga hamma o'zi bitta qarab ko'radi. Ichida saqlab turadi javobni. Давайте birga ham ko'rib ko'raylik. Qarang, birinchi Spanish course in Barcelona. Barselonada qarang, ispan tili kurslar. Endi qarang, o'z-o'zidan ketdi. Pishta hozir bu yerda ana variant, o Englandlar bor edi-ku. O'shalar ketdi. General Spanish classes all levels, hamma daraja bor ekan. Okay. 1 or 2 month course, 1-2 oylik kurslar. Free accommodation. Tekin turar joy. Qaysiga o'xshayapti? G da aytdim, free place mana. Endi men G ni betdan chopaman. Qaranglar, boltalaymiz buni. Boltalab turib, to'lqin turib, G ni makka olib qo'yamiz. Tushunarli? Endi 11 da ham ko'rib ketaveraylik. Bizga farq yo'q. Ekranimizga chiqqanda bosib ketaveramiz. Qarang, French in France. Fransuzcha Fransiyada. Plus fransuzcha tilni Fransiyada o'rgansa bo'ladi.
Yonmabdimi? Bo'ldi, ko'ramiz. Keyingisi. Open all year round. Bitta ko'ringlarchi. 11 da qaraylikchi. Da ko'ramiz. Hop. Open all year round. Ha, butun yil bo'yicha ochiq. Bir haftadan 9 oygacha bor ekan, okay. Hamma darajalar certified exams if required. Xo'p, certified exams deyapti, demak qaysi bo'ladi? I am you need to take an exam finishing the course. Boshqa variant yo'qmi? Bir ko'ringlarchi. Another country, free time, London, England, summer, finishing the course. Okay. Yeah. Tushagani ay olyapmiz 11 ga. Endi mana ayni bu yerni o'chiraman. Yes. Keyingilar 8. English immersion in Canada. Kanadada ingliz tiliga nima qilish? Immersion bilasizlarmi nima degan? Bu o'zini jalb qilish, haligi sho'ng'ib ketish degan ma'noda keladi-da. Intensive ESL, English as a second language degan instruction. Homestay program, uyda turib o'qirkansiz. Leisure activities. Leisure activities qanday tushadi? Bo'sh vaqtda. Bo'sh vaqt bizda C-midi? Mana qarang. ESL degan so'z bor, qarang. ESL degan English as a second language deganda, ikkinchi til sifatida o'rganadi. Demak, mana unga tushadi hozir. Learn the language ga. Interesting things ga leisure activities tushadimi? Demak, 8 ga C olar ekanmiz. C-ni ham bu yerga o'chirib turamiz. Qo'lim tepaga qarab ketib qoldi. Endi 12 qaraylik. Scholarships to study in Italy. Italiyada o'qishni scholarshiplar. Xo'sh, one semester abroad, bir semester chetda o'qirkansiz. Ertaroq tushing. Bitta semester chet elda o'qiydi, qaysisida bor edi shu? Igachi. Ida aynan Angliya degan joyi yo'qdi. Bida nima degan? Another boshqa mamlakatda o'qisa, mana abroad degani, boshqa mamlakat deganimi? Shunga tushadi. Demak, 12 ga qaysi olamiz? B olamizda, buni B ni o'chiramiz. Okay. So, the next one. En 9 juda ham mayda juda g'oribdi, qaranglar. Center for English Language and British Studies, University of East Anglia. We offer biz nima taklif qilamiz? Qarang, aytayapti. Courses to improve your knowledge of language and culture with some opportunity for specialization. Summer English courses at all levels. Oh, summer English courses. Next summer ga tushadi. So, boshqasi. F ga o'xshayapti. Davay F olib turaylik-da bunga. F olib turaylik, keyin yana ko'ramiz. 13. Hop, nima deyapti? Top quality course for business executives and students. Business executives degan biznes boshliqlari. Qarang, French for the hotel and masalan tourist industries, turist industriyalari va mehmonxonalar uchun. Ya'ni bu degan nima bo'ladi? A ga tushyaptimi? You need to learn the language for your job. Tiling uchun o'rgansang bo'ladi. Вот, yetrasizlar. Kasb uchun o'rgansa bo'ladi. Kasb uchun o'rganish, o'sha hotel deyapti, bu yoqda yana industry, yana nima business business degan so'zlar bor, demak, bular hammasi A ga mos keladi. Xo'p, oxirgilarini ko'ramiz. Endi 10 bilan 14 ham o'zi qarasinchi bir. O'sha Blar ketdi. Yes. D ga o'xshayaptimi? Londonda lokatsiyasi bor ekan, trendy central location. Yes, that's D. That's clear. Very clear. So the next one. 14. Yo, iyi mas'ul. Bu yerda ham qolmadimi? Ha, local companies deganmi? Mana local business community debdi mana.
Mahalliy komissiya uchratasan degan, demak shunga qarab turib J olsak bo'ladi. Okay.